Assalomu alaykum, Islomjon Uz kanali obunachilari, YouTube chorva ishqibozlar. Aziz tomoshabinlar, mana sizlarga o'zimiz Namangan viloyati, Namangan tumani Qorako'l qishlog'idan, ya'ni dehqon uyidan akalar novvaslarimiz bor ekan, akalar, gibrid novvaslar. Ko'ringlar, mag'lub kasalligiga chiqarasizlar akalar. Xudo xolasa, yeb ichishi, tan joni sog'lig'i hamma joyda. Soni 6 bosh ekan akalar. Puli ham anchagina yengil akalar. Jaydari naqd akalar, jaydari naqd. Qisqasi Angus deganlarga Angus ham bor ekan. Gibrid qisqasi shunaqa novvaslar. Ko'ring akalar, mag'lub kasalligiga chiqarasizlar. Bo'ylari gideti eng kichigi ham akalar 1.15 plyusdagilar. Qisqasi 1.15 kaloriyani quyuq-suyuqqa 1.15 kaloriyani akalar. 1.15 minusda bir donasi bor ekan. Shu bir dona anguschasi bor ekan. Shu sal kichikroq ekan mo'ljal. Nargilari shu 1.15 minusdagi novvaslar akalar. Ko'ringlar. Hammasi tan joni sog', yeb ichishi zo'r. Hamma zo'r ekan akalar. Mana Rossiya davlatidan kelgan ekan akalar. Bular Rossiya davlatidan kelgan novvaslar. Hammasi belgilari ham rossiyskiy ekan akalar. Endi zotini o'zinglar nima qilaverasiz akalar? Angusi ham bor ekan, chachishkani ham bor ekan, gibridi ham bor ekan, qisqasi shunaqa novvaslar. Hop, narxi ham akalar, u osmon baland emas, yengillatib beraman, bo'shatishga deyishyapti. Bitta bir kishi olsa anchaga yengillatib beraman deyishyapti akalar. Misol tayyor yemga tashab boqsanglar bo'laveradigan akalar. Mana shoxi bori ham bor, shoxi yo'g'i ham bor. Mana angusdan shoxi yo'q shekilli mo'ljalda. Uni qizil angus bilan bular. Qizilchasi bilan. Hop, akalar, mana holatlarni ko'ravering akalar. 22 million so'mdan pul bo'shatishga berib beraman deyishyapti. Bilaman, nima bo'lyapti baq. E'tiboshlari ahvolda yaxshi ekanligi. Ancha itga kirib, narsa qo'ygan qolaman akalar. Ko'ringlar holatlarni, orqa boshlari. 6 dona ekan akalar. 22 million so'mdan bir joyga bo'lsa ketaveradi deyishyapti akalar. Mana salkam bicha oshiqroq, bir pachka oshiqroq bu nima? Novvaslar insas. Jo'rga saplagan akalar. Mana sementaldan ancha ordan. Endi men mashinadan turishda aytalaman. O'zi mashina qasastandagi sementallar 30 million. Ag'bag'dagi novvaslar endi 30 million, 31 million so'mlik. 32 million so'mlik novvaslar semental bo'lganda agar. Toza sementallar shunaqa bo'lyapti. Mana shu gavdadagilar. Endi bular akalar ashi gibrid, shu so'qimga boqiladigan novvaslar endi. Rossiya davlatidan kelgan novvaslar ekan hammasi. Mana akalar. 22 million so'mdan pul bo'shatishga, pashti ziyoniga deyishyapti. Ziyoniga berib beraman deyishyapti akalar. Holatlarni ko'ring akalar, yechib yuribdi hammasi, jiyani bor. Videoda katta kichik ko'rinishi mumkin akalar, lekin o'sha 1.15 plus kaloriyni akalar, misol o'rtasini shunaqa olaveringlar. Mana anguschamiz, mashi ham gibrid yo angus bo'ladi, qo'ng'iragan. Ba'zi yemga tashlaydigan, hozir paytda ba'zi yemga tashlaydigan qolagan. Haqiqatda mashinani o'tgan safar video qilgan bo'lsam akalar, mashinadan 1 tonna 100 kg, 600 kg, 700 kgdan shu 1 tonna 200 kggacha po'qola bor adashmasa mashina. Anguslarni chiqarib, ular ketdi sotib olishdi. O'rniga bularni olib kelishgan. Endi hozir ma'lum bir sabablarga ko'ra sotib olyapti ekanlar. O'shanga ziyoniga bo'lsa ham berib beraman deyapti. Hozir 22 million so'm shu ziyoniga ham pashti mo'ljallarga. Bularga olib kelib rasxod qilib boqib turganiga ziyoniga hozir bular. Ziyoniga berib beraman deyaptilar. Misol 15 kun sinovdan o'tgan novvaslar olib kelib baribir o'zlari boqib, shu Rossiya davlatidan kelgan mollar endi boqib turganlar endi plan o'zgarib qolganmi bilmayman, o'shanga ziyoniga chiqaryapmiz akalar. 22 million so'mga mana akalar kattagina nima sol buqalar. Endi hali jaydari deb jaydari emas hammasi ham akalar, shu Rossiya davlatidan kelgan buqalar ekan akalar. Mana jaydari ekan, shu
Rossiya birkalari turib tanamaslar bozorlarda akalar. Mana ko'ring akalar, limuzin, gibrid, hech narsalar ham mo'ljalda mana bu. Limuzin rangiga o'xshar ekan mana qisqasi, mana ikkitasi. Kallasi o'g'li. Narigilar ikki mavsi ham bor ekan. Ikkita angusi bor ekan akalar. Ko'ring. Lekin puliga arziydi akalar. Misol Jaydari ham mashinadan baland bo'lyapti akalar, lekin Jaydari ham. Lekin ziyoniga akalar. Qilgan rasxotini ziyoniga chiqarsa sotilyapti. 22 million so'mdan akalar. Aloqaga chiqing akalar. Misol bemalol tashab addushi qilib boqsanglar bo'laveradi. Yemga 1 yildan keyin do'stim 1 yil 1,5 yildan keyin bular 1 tonnadan o'tadi, xudo xolasa. Sababi anguslarni ko'rding akalar, o'tgan safar video qildik. Qurvaloqdan oldin anguslarni ko'rding akalar, katta. Xo'la, ashlar ham 66 mingdanmi, 67 mingdanmi to'raziga qo'yib berdi. 78 mingdan chiqardi. Endi dehqon qimmat aytadi, lekin arzon beradi-yu. 78 mingmi kam bor chiqarildi-yu, lekin 66 ming, 65 mingdan qanchadan berishdi qisqasi, ish tunlardan. Qoladi akalar. Quyoshga qaraganga narsa bo'lyapti akalar. Yurg'izni ko'rsatyapman akalar. Misol ko'raveringlar. Birorta aybi bo'lsa, misol mollarimiz chiqib keladi. Oyog'ida akalar. Nimasida yo'q nuqsoni. Ammo mana oxirlari ham somondan ichini ushlab qo'yamiz. Telefon qiling akalar, misol mana xudo xolisa hozir bitta yangi mashinani puli bo'lsa, 1 yil boqsangiz akalar, o'zi ikkitasidan pashta pul chiqib ketadi akalar. Qolgan to'rttasi yo'q olib ketadi. Mendaligi ahol zotdor bo'lib qolar qisqasi. Hozir rasmni yaqinda kelgan hisobiga alanga to'lib ketgan bo'lib qolamas endi. Aslida menga tashalgani yo'q. Ko'ravering akalar. Qovoshlari ham, oyoqlari joyida. Haqiqiy go'sht yo'nalishdagi novvoslar. Go'shtga tushadigan narxi o'rta holatdagi novvoslar.